60 million onlayn olishga nima majbur qilgan aka sizni? Bitta narsaga kerak bo'lgan. Zarur bo'lganmi? Zarurligida, baland foizda mana keldingiz aka, 60 million kreditingizni yopib berdim, to'g'rimi? 60 million kreditingizni yopib, past foizda mana 200 million pul olib ketyapsiz naqd ko'rinishda, to'g'rimi? Xo'p, o'rtoqlar, agar sizlarga ham mabodo pul kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga aloqa chiqarasizlar. Baland foizdan olishga shoshmanglar o'rtoqlar. Ipotek kredit markazida 15% so'mli variantimiz bor. Qoldiq so'mli 8.3% valyutni kreditimiz bor. O'rtoqlar, xohlasanglar so'mni, xohlasanglar valyutnida chiqaramiz. Puldan muammo yo'q. 60 million okamizdan onlayn kredit olgan ekanlar. Uni yopib 200 million naqd ko'rinishda pul oldilar. Bir kunda ishingiz hal bo'ldimi aka? Mayda juda kreditlarni olib berdim, to'g'rimi? Hammasi haqqoniy, bank bilan do'g'ri qildingiz, to'g'rimi? Uyingiz nomingizda qoldi, notarialni zapret qo'yildi faqat, to'g'rimi? O'rtoqlar, faqat zapret qo'yildi. ana bor gap, okamizdan mijozlar bemalol kesinglar bo'ladi o'rtoqlar. Uy hech kimning nomiga o'tmaydi. Bir xilani videolarda qilib chiqishyapti, unaqa narsa yo'q. Bank bilan shartnoma qilasiz, zapretga bank orqali bo'ladigan narsalar bo'ladi o'rtoqlar. Bosinglar gazini, baland foizdan olgan bo'lsanglar, yopib past foizda chiqaradi, bosinglar gazini.